Assalomu alaykum ko'hitang bolalari. Sog' salomatmisiz? Gulmehr nariroqda iltimos. Mana bu bochka nima deb o'ylayotgan bo'lsangiz, azizlarim, bolalarimga har doim pochtalar yuborib o'qitib, 6 ta bolamni shunday pochtalarni jo'natish bilan o'qitgan bo'lsam, endi navbat nabiralarimga. Talabalarimiz bir umr bizda talabalar. Toshkentga pochta jo'nayapti. Mana azizlarim, sizlar ham mana shunday o'rganib olinglar. Bochka bir bunday aytganda tara, etaji tara. Mana shu taraning ichiga bankalar solsangiz va ba'zi bir mahsulotlardan suv tomishi mumkin. Ayniqsa mana chakki jo'natamiz, qatiqlar jo'natamiz. O'shalardan suv tomsa ham zarar yo'q. Mana bankalar bular hammasi yopilgan bankalar. Biri kompot, biri vareniya, biri salat, shunday har xil assorti. Shular bilan yonma-yon ketaveradi. Mabodo suv tomsa ham shu bochkaga tomadi. Mana hozir nonni ham daji qo'yamiz va mashinaning bagajiga yaxshigina upakovka ketaveradi, akkuratni ketadi deb shunday o'ylab topdik. Hozir bankalar qo'yildi, endi nonlarni joylashtiramiz. Mana bolalar yordam beryapti. Talabalarning bolalari, talabalarning opalari, singillari. Bular ham nasib bo'lsa, o'qishga borsa, shunday qilib jo'natib turamiz-da. Barqishloq mahsuloti yaxshi, joydor nonlar. Mana Toshkentda shunday joylar, nonlar bor deb o'ylaysizmi? Chiroyli, lekin unchalik ham mazasi. Drojda ular. Ular drojda bilasiz. Mana shu nonlarni Surxondaryodan yuboryapman. Nonni sog'ingan bolalarim uchun. Tagida bankalar, yana topgan-tutganlarim, endi joydari nonlar, hatto ba'zi qolib ketgan kiyimlarni ham jo'natish mumkin shuning ichiga. Bu bochka qaytguncha quruq qaytmaydi azizlarim. Chinobodning suvidan to'lib keladi nasib bo'lsa. Hech bo'lmasa hachabi bir hafta ishsak ham Chinobod sanatoriyasi dam olganday bo'lamiz. Oshqozon, jigarlarni yaxshilaydigan suv bor. Azizlarim, shuning bilan mana pochtamiz ham deyarli tayyor. Ustiga yana ba'zi bir kiyimlarni ham solib jo'natishimiz mumkin. Og'zini yopib jo'natamiz. U yoqdan bizga suv kelsa bo'ldi. Mana shundan sizlar ham sal bilan o'rganib olinglar va bittagina bochka sotib olib qo'yinglar. Mana shu pochtalar uchun azizlarim. Suv keladi hachabi uzoqdan, to'g'rimi? Bitta imbir bor edi, shuni ham solib olamiz. Imbir qani? Imbirni ham tashlab olamiz ichiga. Xayrli tun azizlarim. Mana bu kishini ham onasi o'qiyapti shu yerda.